Assalomu alaykum Ulug'bekjon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Og'ajon, telefonda bo'lsa ham bir arzdodimni sizga aytayin. Mana bu Surxondaryo viloyat prokuraturasining 16-otdel boshlig'i va 1-o'rinbosari, Qumqo'rg'on tuman hokimi, bular boya shu videosini tashlab beraman, shu xotindan foydalanib, menga nisbatan har xil tuhmatlarni uyushtirib, meni 3 marta qamatdi bu. Mana endi men boya Qumqo'rg'on tuman katastri bu Mamat va Marhamatning o'zboshimchalik bilan yegallab olgan 30 sotik yerini va o'sha yerdan noqonuniy qurib olgan. Buni buzdirish haqida Qumqo'rg'on tuman katastri arza kiritgan, arza qanoatlantirilgan va ijroga berilgan. 5 yildan beri ijro qilib kelmasdan mana yaqinda ijro qildirdi. Buni menda aziz dallotnomalar turibdi. Nima uchun MIB tashkiloti sudlik qarorini ijro qilmasdan kelgan, qasddan bo'yin tovlab kelgan. Mana endi menda hozirgi kunda dallotnomalari, qarorlari mavjud. Mana endi yaqinda bu Mamat va Marhamatga tegishli bo'lgan Boboxon haligi Muhammad fermer xo'jaligi katta xato kamchiliklari uchun tekshirilib, viloyat katastri tomonidan 21-yil 2026-yili haligi taqdimnoma kiritgan. Lekin taqdimnomani Qumqo'rg'on tuman hokimi qasddan bajarmay kelgan. Mana bu baligi 1 so'm davlatga topshirmasdan fermer xo'jaligining yeridan foydalanib kelgan. Endi buni qaytarib olish to'g'risida taqdimnoma kiritilyapti. Taqdimnomani shaxsan Qumqo'rg'on tuman hokimi ijrosini to'xtatib tashlagan. Mana bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining haligi qarori bor. Sud qarorlarini bajarmaslik O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida hal nechinchi modda ekani yodimda yo'q, jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. Mana shu narsalar tortilmasdan buni erkalatib qo'yib, bu og'ziga kelgan gap bilan odamlardan pul olib, pulni qaytarib bermay, haqorat qilib, mana o'zbek ayollarining ichida qanday xotin mana shunday haqoratlarni qiladi. Bu kimga suyanib bu xalq haqorat qilyapti? Men hozir buni bu haqida prezidentga ham tashlayman, butun davlat xavfsizlik idoralariga ham tashlayman. Buni nima uchun hokimboyvachchalar jinoyatini yashirib kelyapti buning? Men ko'prik qurib berish haqida viloyat hokimidan yordam so'radim. Mayli dedi. Men aytdim, shu yerda turbani beringlar, men o'zim bir bola qilib mubaraka qilib xalqim o'tadigan yo'l qilib qo'yish Daryoga deb 10 yildan beri murojaat qilaman, bitta javob yo'q. O kuni menga Qumqo'rg'on tuman hokimi aytdi, Shoberdi bova dedi, Daryoga borib turing, men hozir mutaxassislarni boshlab boraman dedi. 6 soat issiqda kunida ko'prikda ostida soyada kutdim, lekin hokim bovadan darak bo'lmadi. Men bir mo'ysafit bo'lsam, yoshim 80 ga borayotgan bo'lsa, meni aldashni nima keragi bor ekan bunga? Mana o kuni meni 2 kun oldin Mamat va Marhamat qattiq haqorat qildi. Men murojaat qildim, yozdim. Hozirgacha mana shunday o'yin bo'lib kelyapti, tekshirilib, uni jinoiy javobgarlikka tortish o'rniga. Sizdan iltimos shu xotinni bir ovozlarini, odamlarni qanday haqorat qilganliklarini bir ijtimoiy tarmoqda yoritsangiz-da, buni meni o'zbek xalqim ko'rib, o'zlari baho berishsa. Zora, iltimos sizdan shuni mana telefon orqali bo'lsa ham sizga murojaat qildim, shuni chiqarib berishingizni so'rayman. E'tiboringiz uchun rahmat, telefon uchun rahmat otajon. Mayli. Keyin bitta narsa esimdan chiqibdi. Meni mana 2022-yil 26-mart kuni uyda turgan odamni uyda yo'q deb qasddan qamoqqa olyapti. Men bu haqida taftishga bordim, Respublika Oliy sudiga chiqdim. Borsam hali bir oy ichida ko'ramiz uni deydi. O'rganishda deydi. Endi viloyat prokuraturasidan bir maxluq menga xat yuboribdi. Sizning adresingiz haligi neftchilarda bo'lgan. Shuning uchun sizga qidiruv e'lon qilgan. Enangning omida bo'lgan. Mening adresim, telefonda propiskam hozirgi shu Sabr Rahim hozirgi Yagdillik ko'chasida 20 yildan beri shu yerda propiskada turibman. Qarang, menga nisbatan qanday tazyiq, tuhmat uyushtiryapti bu kurunkam bo'g'irlar. Mana Oliy sud ham endi bilmayman, opayni qo'ydi, nima bo'ladi bu yog'i onu tushunmayman. Bir narsa bo'lgan bizda sobiq prezidentimiz Islom Karimov, viloyat hokimimiz, sobiq viloyat hokimimiz Hakimberdiyev ishdan oladigan bo'ldi. Shunda Hakimberdiyev prezidentga aytdi.
Men mayli ishdan ketaman, lekin Surxondaryoni shu ahvolda kelib qolishiga mening o'rinbosarlarim ham katta hissasi bor. Shuning uchun hammamizni ishdan oling deb edi. Shundan keyin Islom aka viloyat hokimiyatidagi bitta chug'urchiq qolmay hammasini ishdan olib yo'qotib edi. Shundan keyin keyinroq Baxtiyor aka keldi. Baxtiyor familiyalari ham hozir esimdan chiqdi. Baxtiyor Olimjonov edi. Surxondaryoni juda bir gullatib yashnatgan odam edi shu odam. Ona Surxondaryo tarixida qoldi, u bechorani ham uyushtirib ishdan olib yuborgan edi. Mana shuning uchun oliy suddagilarni birin-ketin yo'qotsa, hammasini ishdan olsa, yangi rahbar yemin erkin ishlaydi. Bu yangi rahbarni ham bular paraga o'rgatishga harakat qiladi. Meni fikrim. Shuning uchun oliy sudda boynaga uyunkugur Odil Narmamatov degani bor, Surxondaryoni rasvo qilib tugatgan odamni olib borib oliy sudga qo'yib qo'ydi. Buni qanday izohlash mumkin? Tulla Normurodni 29 ta modda bilan ayblab jazo tayinlab yuborgan. Tulla Normurodov oqlanib chiqdi. Haligi Maralni ushuriblarni pulini oldi. Nima uchun Odil Narmamatovni 231 bilan qamab yo'qotish o'rniga hurmatli Shavkat Miromonovich olib borib oliy sudga qo'yib qo'yyapsiz. O'zbekistonda standartni buzyapsiz siz. Shavkat Miromonovich. Hech bir davlatda bunday umrbod saylansin degan qonun yo'q. 5 yildan keyin bularni ko'tiga tepib ishdan yo'qotish kerak. Ta'mir atmasdan. Mana yuzlab yuridik institut ochdiladingiz. Bechorlar diplomni olib bajalar, ko'chada sorsan Rossiyada yuribdi. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz bu gaplarni yeshitsin. Bularga nisbatan qonuniy chora ko'rsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Sizdan iltimos, mana telefon orqali chiqyapmiz, gaplashyapmiz, kunimga siz yarab turibsiz, adolatni, haqiqatni siz ochib turibsiz. Mayli ertaga chora ko'rami bularga? Ko'rmaymi? Uni mana Alloh biladi endi. Mana men aybsiz ekanligimni aytib yozyapman, menga har xil tuhmat bo'xton uyushtiryapti. Buni onangiz respublika viloyat prokuraturasida ishlaydigan ko'tlar. Mening propiskam ko't yechitib qo'y. 20 yildan beri Surxon sohilida turaman. Mana xalqim biladi, hamma biladi. Hali bu ishni uyushtirganing uchun janob prokuror seni enangga taqaman. Mana Surxondaryoda eng katta krupni jinoyatchilarga nisbatan hech qanday chora ko'rilmay kelyapti. Mana fakt bilan, qo'limdagi hujjat bilan sobiq viloyat hokimi Normumin Choripovni sodir etgan jinoyatlari haqida 3,5 milliard, yana 1 milliard 600 ming so'm, yo'q payt 5 milliard so'mga kamida 100 ta Nexia mashin berardi. Bunga nisbatan ish qo'zg'atilib, bu ham noqonuniy ravishda yopilib ketdi. Mana rahmatulloh G'oppar 1644 gektar yerni sotib yuborgan. Buni hali kosmosdan, sun'iy yo'ldoshdan olib, ovozlari bilan tayladik, lekin biron chora ko'rilgani yo'q rahmatullohga nisbatan. Mana kecha borib, haligi qaysidir davlatda futbolchilarimiz futbol o'ynab yutqazib qo'yishdi. Mana endi qarang Shavkat Miromonovich. Mana ikkinchi bo'lim mahallasida hali mahallasi nomi ham nima bo'la edi. Mana shu yerdan rahmatli G'oppar stadionni buzib tashlab o'ziga 2 qavatli haligi magazin do'kon qurib olgan. Mana bizning bolalarimiz erkin stadionda o'ynab, kulib, futbol o'ynab, mana shuning uchun jahon chempioniga chiqa olmay qoldik biz. Chunki bizda sharoit yo'q O'zbekistonda. U ham mayliga mana Yangiyer mahallasida stadionni bo'lib taylab, haligi bog'cha qurdi. Yonida katta bog'cha bor. Lekin nima qilish kerak edi? Sizning prezidenting bergan pulni bular badnom qilish maqsadida bog'cha ustiga yana bog'cha qurishdi. Bularga qonuniy chora ko'ring. Maktabning yerini 50 ta maktabning yerini sotib bergan rahmatulloh G'opparov. Nima uchun ularga nisbatan chora ko'rmaysiz? Hurmatli prezident bova. Qaytamga maqtab odamlarni g'ashini keltirib ketasiz Surxondaryoga. Rahmat aziz xalqim. Telefon orqali bo'lsa ham sizlarga minnatdorchilik bildiryapman men.